Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang do'stlar. Xo'p, bu galgi videorolikimizda sizlar bilan bir nechta sayt dasturlarni ko'rib chiqamiz. Dastur manzillarimiz kommentariyada bo'ladi, o'tib bemalol foydalanishlari mumkin. Xo'p do'stlar, kommentariyada emas, Telegram kanalda bo'ladi. Telegram kanal manzilimiz kommentariyaga qo'yib qo'yamiz do'stlar. Hop, Salona birinchi dasturni Salona Falset. Shu dasturni ko'rib chiqamiz. Bu dasturimiz orqali biz sarmoyasiz ravishda Salona valyutasini ishlashimiz mumkin bo'ladi. Hop do'stlar, bu yerda qanday ishlashligi mumkin? Ro'yxatdan o'tish juda ham oson do'stlar. Google akkaunt orqali ro'yxatdan o'tishlaring mumkin. Kunlik bonuslar bor. Har kuniga olishlaring mumkin bo'ladi, har 24 soatda. Va bu yerda turli o'yinlari bor do'stlar. Mana shu o'yinlarni o'ynab ham ishlasak bo'ladi. Hop, bizda 3 ta sandiq bor. Mana shu sandiqlarni ochishimiz kerak bo'ladi va bizga 079 33 79 192 Salona berdi. Hop do'stlar, keyingi bo'limni ko'rib chiqamiz. Bu yerda do'stlar hop kupon bo'limi bor. Dalay buni kuponlarni do'stlar Telegram va Facebook akkauntlaridan olishimiz mumkin bo'ladi. Hop, asosiy o'yin mana shu yerda Games tugmasi bor. Mana shu yerdan xohlagan o'yiningizni tanlab o'ynashingiz mumkin. Hop, bizda reklama chiqdi do'stlar. Endi pul chiqarishimiz uchun biz yuqoridagi hamyon bo'limini bosamiz. Withdrawal tugmasini bosamiz do'stlar. Binance'ga chiqarishimiz mumkin. Binance'dan Salona va adresni olib chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Hop, bu yerda o'zlaringni adreslaring bo'ladi. Rekvizitni bosamiz va bizni pullarimiz ketdi do'stlar. Hisobimizdan 0. Hop, endi keyingi dasturni ko'rib chiqamiz. CoinPlate degan dastur. Bu dasturimiz orqali biz sarmoyasiz ravishda $100 ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Hop, kunlik bonuslari ham bor do'stlar. Bu yerlarda turli vazifalarni bajarib, so'rovnomalardan o'tib pul ishlashligimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Hop, mana shu vazifani Earn'da bossak, hop, kiryat. Hop, buni yoqib qo'yamiz. Hop, turli o'yinlar bor ekan. Mana shu o'yinlarni o'ynab ham ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Hop, yuqorida turli bo'limlari bor. Dashboard, spin bo'limi bor do'stlar. Bu yerdan do'stlar biz spinlar olib aylantirishimiz mumkin bo'ladi. Hop, hozir bizda bitta spin bor ekan. Shuni aylantiramiz. 30 tanga yutdik. 30 coin bo'ldi do'stlar. Hop, bu yerda darajalar ekan do'stlar. 2-darajaga yetsak mana shu yer to'ladi va bizning hisobimizga tangalar qo'shiladi do'stlar. Hop, 8 coin yig'ilib qolibdi. Buni ham olib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Hop do'stlar, o'zi mana birinchi dasturdan mana Binance'da ham keldi, pul tushdi do'stlar. Hop, boshqa bo'limlari ham bor. Hop, 25 coin yutdik. Yaxshi.
Abdali Surak. Hop, ikkinchi o'ringa o'tishimizga ozgina qolibdi do'stlar. So'rovnomalarda ham ishtirok etib pul ishlashingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Hop, bu yerda bizga to'g'ri keladigani Timi Wallet bo'limi bor do'stlar. Mana shu bizning O'zbekiston hududiga to'g'ri keladi do'stlar. Bular to'g'ri keladimi yo'qmi aniqini bilmayman. Short hop in progress hozircha bo'sh. More offer va hop, Timi Wallet'dan ham ishlasak bo'ladi do'stlar. Bu ham 100% to'lab beradi. Oddiy vazifalarni bajarib yoki mana shu vazifalarni bajarib ham biz ishlab olsak bo'ladi do'stlar. Juda ham oddiy va sodda vazifalar do'stlar. Hop, qolgan vazifalarni ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Hop, Earn Coin Offer tugmasini bosamiz. Bu yerda asosan ko'proq nimada ishlanadi? O'yinlarni o'ynab, kattaroq o'yinlar bo'ladi. Shularni o'ynab ishlasak bo'ladi do'stlar. Mana shu dastur saytda do'stlar 60 sekund ko'rganimiz uchun bizga 41 coin berilar ekan. Mana shu tarzda ko'rishimiz mumkin do'stlar. Coin chat. Nima qilishimiz kerak ekan? Hop, mana shuni o'rnatishimiz kerak ekan. Bizga keyin 10 minut ochiq turishimiz kerak ekan do'stlar dasturni. Hop, perevod qilib olamiz. O'rnatishni tekshirish o'rnatilganini tekshirmoqdamiz. Bu 10 daqiqagacha vaqt olishi mumkin. Hop do'stlar, biz o'yinni ochishimiz kerak ekan. Avtomatik tarzda yana hozir o'yinga kirib olamiz. Hop do'stlar, biz o'yin dasturini o'rnatib ishlatib ko'rdik. Mikrokars beradigan dastur ekan. Lekin unaqa narsa kerak emas do'stlar. Hop, mana shuni o'rnatganimiz uchun ham Instant Crypto Mining Toncoin. Hop, birinchi o'rnatganimiz uchun 1 sent. Bu yerdan do'stlar biz narsa sotib olishimiz kerak. Kripto olamida ikonga egalik qiling. Olamida Hop, bunda ham do'stlar biz kripto sotib olishimiz kerak ekan, sarmoya kerak ekan buning uchun do'stlar.
Bizga sarmoyali narsa kerak emas do'stlar. Pul chiqarishni ko'rib chiqamiz. 50.000 ko'yin ekan do'stlar. 30.000 ko'yin do'stlar. Hop. Judayam yuqori do'stlar. Xohlovchilar kirib ishlashlari mumkin bo'ladi. Asosan so'rovnomalar bajarib ishlashingiz mumkin ekan. Hop, bu yerda turli o'yinlarni o'ynab ham ishlashingiz mumkin. Dasturlarni barchaga tavsiya etaman do'stlar. Barchalaringga rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar.